Yangilik so'ranadimi? Abduqodir Osalim Majlis City'ga o'tibdi. Ishongilaring kelmayapti. To'g'risini kulmayman. Ishongilaring kelmayapti. Haqiqatli ekan. Bor yo'qoli. Sen to'poymisan? Abduqodirning City'ga o'tganiga 3 oy bo'lyapti. Tim bo'li fevral oyining eng yaxshi o'yinchisi bo'l. Nima senga hamma narsa har doim kech yetib keladi? Yo, mana tarqating, tezkor deb keldi-yu. Shunaqa programma bor-da. Vahima qilishmasin. Yangi virus tarqatdi. Qanaqa? Koronavirus. Boring. Ya, O'zbekistonga kirib kelsa, karantin bo'lishi mumkin. Bolalar, gaplashib olaylik, do'stlarim. Do'stim, ochi. Belishova pitsa zo'rda. Bularda mashinaga 3 xil Ramazon setlari bor. Agar shu setdan zakaz qilib yesang, pulingdan 5% vaqf xayriya fondiga ehson qilinadi. Ha, undan tashqari soat 11 dan ertalab 5 gacha dastlabki xizmatlari ham bor. Bo'lmasa Behruzni ham chaqiraylik, shuncha narsani qanaqa bilamiz? Behruz topib kela olmaydi, ber. Nimaga Belishova pitsa deb beradi-yu? Behruz Belishova pitsa borligini 2 yildan bilsa ham katta gap. Mana shu mashinani olmoqchiman. 11 mingga. Yetmishmi? Yana nima deydi? Ha, Anvar Sanayev degan qo'shiqchi chiqibdimi? Izvasiva qilyapsanmi? Anvar Sanayev chiqqaniga 1 yil bo'lyapti. Yangi kino ko'rdim demoqchiman. 2012 degan kino chiqibdi-da. Dunyo suv bosib, dunyo yo'q bo'lib ketar ekan. O'sha haqiqatan ham 2012-yilda dunyo yo'q bo'lib ketarmikan? Menga qaradi. 3-4 oydan keyin oldimga kelib, Neymar Santosda o'ynayapti ekan, dema, xo'p. Neymar o'zi Santosda o'ynaydi. 18 ga kirgandan keyin Barsa sotib olaman degan. Ha. Alo. Bolalar, Belishova pitsa degan joy ochilibdi. Bir kirib ko'ramizmi?